Nyu-Yorkka musulmon rahbar kelishi ortidan Isroil vaziri yahudiylarni Nyu-Yorkni tark etishga chaqirdi. Tolibon ayollarga nisbatan yana bir taqiq joriy etdi. Rossiya Ukrainaning eng sara elita jangchilari to'plangan joyga raketa zarbasi berdi. Harbiylar taqdirlash marosimiga yig'ilgan bo'lgan. Norvegiya Rossiya bilan chegarasiga to'siqlar va kuzatuv tizimlarini o'rnatmoqda. Endi esa batafsil. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Rossiyada ishlab hujjatlar borasida qiynalmoqdamisiz? Biz sizga barcha rasmiy hujjatlarni taxlashda yordam beramiz. Registratsiya, продление, уведомление, трудовой договор va Turkmaniston fuqarolari uchun 1 yillik ishchi vizasi. Hammasi qonuniy, ishonchli va muhimi tezkor. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Nyu-Yorkka musulmon rahbar kelishi ortidan Isroil vaziri yahudiylarni Nyu-Yorkni tark etishga chaqirdi. Isroilning diaspora masalalari va antisemitizmga qarshi kurash bo'yicha vaziri Ammixay Shekli 34 yoshli musulmon demokrat Zohran Mamdani Nyu-York meri saylovida g'alaba qozongandan keyin shahardagi yahudiylarni vatanga qaytishga chaqirdi. Bir vaqtlar umumiy erkinlik ramzi bo'lgan shahar hokimiyat kalitini 25 yil oldin Nyu-Yorkning 3000 aholisini o'ldirgan fanatiklar pozitsiyasidan uncha farq qilmaydigan Hamas tarafdori qo'liga topshirdi deb yozdi Shekli 5-noyabr kuni X sahifasida. Uning fikricha, Nyu-York endi hech qachon avvalgidek bo'lmaydi, ayniqsa uning yahudiy jamoasi uchun. Shu bois ular Isroil zaminini yangi uyi qilish haqida jiddiy o'ylab ko'rish kerak. Nyu-York, London jarlikka ochiq ko'z bilan kirib bormoqda deb qo'shimcha qildi Shekli. Shaharda taxminan 1,300,000 yahudi yashaydi. Bu Isroildan tashqari dunyodagi eng yirik yahudiy jamoati. Shu bilan birga Mamdani Isroildagi hokimiyatni apartheid rejimi, G'azodagi urushni esa genotsid deb atagan. Biroq u Hamas haqida alohida bayonot bermagan. Sheklining Mamdaniga oid bayonotiga Isroil milliy xavfsizlik vaziri va o'ng yahudiy kuchi partiyasi rahbari Itamar Ben-Gvir ham qo'shildi. AFP uning so'zlarini keltirdi. Antisemitizm sog'lom aqlni yengdi. Mamdani Hamas tarafdori, Isroil dushmani va ashaddiy antisemitizm degan Ben-Gvir. Shahar boshlig'i saylovi 4-noyabr kuni bo'lib o'tdi. Deyarli 98% ovozlar sanab chiqilgandan so'ng Demokratik partiya va Ishlovchi oilalar partiyasi qo'llab-quvvatlagan Mamdani 50,4% ovoz bilan birinchi bo'ldi. Ikkinchi o'rinda 41,6% ovoz bilan mustaqil nomzod Andrew Cuomo turibdi. Cuomo 2011-2021 yillarda Nyu-York shtati gubernatori bo'lgan. Keyin jinsiy tazyiq ayblovlari ortidan iste'fo bergan. Trump so'l qarashli Mamdanini kommunist deb atagan. Prezidentning ta'kidlashicha, siyosatchining g'oyalari shaharga zarar yetkazadi. Xususan u ijara haqini muzlatib qo'yish, shahar avtobuslarida bepul yurish, umumiy maktabgacha ta'lim va munitsipal oziq-ovqat do'konlari tarmog'ini ochishni taklif etgan. Mamdani bu loyihalarni boylar va kompaniyalar uchun soliqlarni oshirish hisobiga moliyalashtirishni rejalashtirmoqda. Tolibon ayollarga nisbatan yana bir taqiq joriy etdi. Tolibon burqa kiymagan ayollarga davlat muassasalariga kirishga ruxsat bermaslikka qaror qildi. Ma'lum qilinishicha, so'nggi bir necha kun ichida ayollarning davlat idoralariga kirishi cheklangan. Bu taqiq aholini ro'yxatga olish idorasi, ta'lim vazirligi va qamoqxonalar bosh boshqarmasida kuzatilgan. Hirot viloyatida esa Tolibon kamida 50 nafar ayolning viloyat ta'lim boshqarmasiga kirishini to'xtatgan. Qaror hozircha Afg'onistonning bir necha viloyatlarida amalda joriy etilgan. Manbalarga ko'ra, Tolibon bu orqali ayollarni burqa kiyishga undashni maqsad qilgan. BMTning Afg'onistondagi yordam missiyasi o'zining so'nggi hisobotida Kunar, Qandahor va Xost viloyatlarida burqasiz ayollar shifoxonalarda davolanishdan mahrum etilganini qayd etgan. Tolibon shifokorlarga hijobsiz ayol bemorlarni qabul qilmaslik haqida ogohlantirish bergan. Bundan tashqari, ayollarning shifoxona va sog'liqni saqlash markazlariga kirishiga cheklovlar qo'yilgan. Afg'onistonda qiz ayollarning yuqori sinfda o'qishi va universitetda tahsil olishi taqiqlangan. Akusherlik va hamshiralikka o'qiyotgan ayollarga darslarga kelmaslik buyurilgan. Shu tariqa ular ta'limni tugatish imkoniyatidan mahrum bo'lgan.
Afg'onistonda ayollarga nisbatan joriy qilingan ayrim taqiqlar quyidagilar: Afg'onistonlik ayollarning BMT idoralarida ishlashi, ayollarning erkak shifokorlarga borishi, ayollarning shifoxonaga yolg'iz borishi, ayollarning istirohat bog'iga tashrif buyurishi, oilalilar va ayollarning bog'lari yoki yashil hududlari bo'lgan restoranlarga kirishi, ayollar ovozi eshitilgan reklamalarni efirga uzatish, ayollarning sotuvchilari bilan savdolashishi taqiqlangan. Rossiya Ukrainaning eng sara elita jangchilari to'plangan joyga raketa zarbasi berdi. Harbiylar taqdirlash marosimiga yig'ilgan bo'lgan. Rossiya 1-noyabr kuni Ukrainada elita harbiylari taqdirlash marosimida raketa uchirgan. Oqibatda bir nechta ukrainalik askar halok bo'lgan va yaralangan. Bu haqda The Telegraph xabar berdi. Ukraina rasmiylari hodisa yuzasidan ehtimoliy beparvolik bo'yicha tergov boshlagan. Hujumda necha nafar askar halok bo'lgani noma'lum. Ukrainalik jurnalist Dmitriy Svyatninkoning so'zlariga ko'ra, uning akasi elita dron operatori marosim paytida halok bo'lgan. 43 yoshli Vladimir Svyatninko 35-alohida dengiz piyodalari brigadasida xizmat qilgan edi. U va uning safdoshlari mukofot olish uchun saf maydoniga yig'ilgan edi. Eng yaxshilari to'planganda brigadaning eng yaxshi uchuvchilari va piyoda askarlari qo'mondonlik tarkibida to'planganida ochiq joyda ballistik raketa uchib keldi. Beparvolik yana takrorlandi. U Krinki, Kuraxove, Marinka va Krasnogorovka janglarida do'zaxni boshidan kechirgan edi. Uni ruslar o'ldirdi, lekin jang maydonida emas, degan Svyatninko. Ehtimol bizni sotishgan, chunki hammasi boshlanishi kerak bo'lganidan 15 daqiqa o'tib zarba berildi. Biz fakellardan 100 metrcha uzoqda turardik. Taxminan 15 daqiqa o'tgach, mukofotlash marosimi bo'lish kerak bo'lgan joyga Iskandar raketasi uchib keldi. Biz hech narsani eshitmadik, faqat portlash va hamma yerga quladi. Bir yigitning oyog'i, boshqasining yelkalari bo'lak-bo'lak bo'ldi. Bizga omad kulib boqdi, chunki biz chetroqda edik. Fakillar yonida turganlarning hammasi 200 bo'ldi deb so'zlab bergan jurnalistlarga anonimlik sharti bilan Ukrain harbiysi. Ma'lumot uchun 2023-yil noyabr oyida Zaporojye viloyatida o'tkazilgan taqdirlash marosimida ham Rossiya raketasi hujum qilgandi. Oqibatda 19 nafar ukrainalik harbiy halok bo'lgan. O'shanda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu fojianing oldini olish mumkin bo'lganini aytgan. Norvegiya Rossiya bilan chegarasiga to'siqlar va kuzatuv tizimlari o'rnatmoqda. Norvegiyalik qirollik politsiya boshqarmasi Rossiya bilan 198 kilometrlik chegarani mustahkamlaydi. Bir qator chegara uchastkalarida to'siqlar va kuzatuv kameralari o'rnatiladi. Mamlakat shimolidagi Syor-Varanger kommunasida joylashgan sobiq Skafferhullet chegara punkti va rasmiy Storskok nazorat o'tkazish punktida xavfsizlik kuchaytiriladi. To'siqlardan tashqari chegarani nazorat qilish uchun zamonaviy sensorlar va kuzatuv kameralari o'rnatiladi. Finnmark okrugi politsiyasi boshlig'i Ellen Katrini Hett aytishicha, davlat chegarasining ayrim qismlarida dronlardan foydalanish dolzarb bo'ladi. Bu Rossiya bilan chegarani modernizatsiya qilishda kelgusi ishlar uchun muhim ahamiyatga ega, dedi u.